Qanday sharoitim bilan to'layman? Men bu bolani uylantiramanmi? Otasiga qaraymanmi? O'zim saqlayim tiklaymanmi? Nima degan gap bu? Yordammi bu bizdagi bu? Menga chiqarmasin edi qayta o'zim mehnat qilsam o'lib ketsam boqardim shu bolani. Men bilmaganmiz. 3 kun oldinmi bilyapmiz u narsani hozir. 28 million qarzing bor deyapti. Puling yo'q, qarzlar yo'q qilamiz desa shuni egim bilan berib bera olaman. Bu somma bo'yicha o'ynamadim, buning oxir natijasini bilmadim desa bilmayman. To'laysan deb. Undan bermagani yaxshi edi. Ertaga uy berdi 4-5 so'm ishlasa ham men jiyib terib shuni uyga qilaman. 25 ga to'layibdi bu bola. Hokim yordamchisi shu yoqda yer bor, o'ynaysizlar deb nima chaqirdi. Kechqurun bordi, kulch olib keldi, pasport berdi. Ertalab telefonimizga so'bchayna keldi. Yer yutdingiz 15 so'tlik auksiondan deb. Bilganimda olmasdim, bu sharoitim yo'q men uni to'lashga. Faqat 10 yillik shartnoma, shuni faqat solig'ini to'lab turasiz, bo'ldi deganiga oluvdim-da. Har nega yordam ro'zg'orimga deb kerak emas. Hozir desa hozir berib beraman, shu turish yerda. Ularda bu summani to'lashga qobiliyat yo'q. Bulug'urda yashovchi ko'plab oilalar davlat tomonidan ajratilgan yerlar orqali o'zini o'zi band qilish, daromad topish va kambag'allikdan chiqishni maqsad qilgan edi. Biroq oradan ko'p vaqt o'tmay ularning aksariyati katta qarzdorlikka duch keldi. Qanday sharoitim bilan to'layman? Men bu bolani uylantiramanmi? Otasiga qaraymanmi? O'zim saqlayim tiklaymanmi? Nima degan gap bu? Yordammi bu bizdagi bu? Menga chiqarmasin edi qayta o'zim mehnat qilsam o'lib ketsam boqardim shu bolani. 15 so'tlik uchun hech kim uncha summa to'lamaydi. Bizga murojaat qilganlarning barchasi temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftari ro'yxatlariga kiritilgan bo'lib, ular kambag'allikdan chiqishi uchun yer ajratilgan. Bulug'ur tumani Sayiltepa mahallasida yashovchi 25 yoshli Sardor Ortiqov ham uzoq vaqt ishsiz yurgani va oilaviy ahvoli og'ir bo'lgani sababli yoshlar daftariga kiritilgan. 2022-yilda mahalla hokim yordamchisining tavsiyasi bilan unga 15 sotix yer maydoni ajratilgan. Berilgan imkoniyatdan samarali foydalangan yigit yerni obod qilib dehqonchilik bilan shug'ullana boshlaydi. Oradan vaqt o'tib, bu mehnat uning oilasi uchun asosiy daromad manbaiga aylandi. Biroq 3 kun avval kelgan xabar uni hayratda qoldirdi. Imtiyozda deyilgan bizga yerda. Shu uchun 15 so'tlik yer yutilgan. Eri kalit bo'ladi-ku, shuni olib kelib bizlar hokim yordamchisiga tushib edi. Hokim yordamchisiga berganmiz. Kulishdi. Shu yerda hokim yordamchisi o'ynab bergan bizga. Biz masalan pul kiritib yoki boshqa narsa qilmaganmiz. Pulligini biz umuman bilmaganmiz. 3 kun oldinmi bilyapmiz u narsani hozir. 28 million qarzing bor deyapti. Ko'proq shu loviya bilan Makkaga ekdim. Daromadim где-то yiliga 5 million 6 million bo'ldi-da. Uncha ko'p bo'lgan yo'q. Xarajatlarimdan tashqari. Undan ko'ra yer kerak emas edi-da. Hozir shuni masalan puling yo'q, qarzlar yo'q qilamiz desa shuni egim bilan berib bera olaman yer. Bizga murojaat qilganlar soni juda ko'p. Ularning aytishicha yer olib daromad qilish o'rniga aksincha katta qarzga botib qolishgan. Ushbu murojaatlar tuman hokimligi mas'ullari ishtirokida o'rganildi. Ma'lum bo'lishicha, mahalladagi hokim yordamchisining tavsiyasi bilan qishloqda yashovchi 120 dan ortiq ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan. Sug'oriladigan yerlar 10 yillik ijara asosida berilgan. Biroq elektron onlayn auksionda ijara huquqini qo'lga kiritish uchun to'lov miqdori qariyb 1 trillion so'm qilib belgilangan. Natijada yerlarning yillik ijara to'lovi aholi uchun juda katta mablag'ni tashkil qilgan. Qarzdorlik yaqinda chiqdi, 3 kun 4 kun bo'ldi. 28 million 800 ming 750 ming shunday chiqdi. Bu somma bo'yicha o'ynamadim, buning oxir natijasini bilmadim desa bilmayman. To'laysan deb. Undan bermagani yaxshi edi. Ertaga uy berdi 4-5 so'm ishlasa ham men jiyib terib shuni uyga qilaman. 25 ga to'layibdi bu bola. Bu haqda bizning xabarimiz bo'lmagan. Auksion savdolarida ishtirok etmaganmiz. Agar bilganimizda yerni olmas edik, deydi qishloq aholisi. Hokim yordamchisi shu yoqda yer bor, o'ynaysizlar deb nima chaqirdi. Kechqurun bordi, kulch olib keldi, pasport berdi. Ertalab telefonimizga so'bchayna keldi. Yer yutdingiz 15 so'tlik auksiondan deb. Bo'ldi, shundan xabarim, boshqa narsadan xabarimiz yo'q. Bizni ogohlantirmagan. Kartoshka egaman. 1 yillik o'rtacha daromadim 11-12 million bo'ladi. Uni ham kontrakt to'layman, ikkita kontrakt. 28 million 800 chiqqan. Har yili 1 million 200 ming soliq to'layman. 103 milliongacha chiqqan nimalar bor, summalar. Ma'lum bo'lishicha, o'sha paytda mahallada hokim yordamchisi bo'lib ishlagan shaxs hozir mahalla raisi sifatida faoliyat yuritmoqda. Biz holat yuzasidan sobiq hokim yordamchisidan ham izoh oldik. Shu davrda 124 kishiga auksion bilan yer yutib olingan.
bitta lot uchun 4 ta 5 kishi da'vogar bo'lgan. Bu yerda asosan bal yig'ish maqsadida boyagi me'yoriy qiymatni oshirib berish maqsad sababli shuncha qarzdorlik chiqyapti. Bularda hozir shu summani to'lashga imkoniyati bormi, yo'qmi? Yo'q, imkoniyati yo'q. Mas'ullarning ma'lum qilishicha, Soliq qo'mitasi va Adliya vazirligi tomonidan yerlarning ijara to'lovlari qisqartirilgan. Biroq murojaatchilarning aytishicha, talab qilinayotgan mablag' hanuzgacha ularning yillik daromadidan ancha yuqori. O'rtacha 8 million. Shu faqat lobiya egaman-da menim. Kuchim yetmaydi. Bir o'g'il, bir qizim bor. O'zim ajrashganman. Yolg'iz onaman. Bir o'g'il, bir qizim bor. Umuman xabarim bilganimda olmasdim. Bu sharoitim yo'q men uni to'lashga. Faqat 10 yillik shartnoma, shuni faqat solig'ini to'lab turasiz, bo'ldi deganiga oluvdim-da. Har nega yordam ro'zg'orimga deb. Kerak emas. Hozir desa hozir berib beraman shu turish yerda. Mahallaga yangi tayinlangan hokim yordamchisiga ko'ra, unga qarzdorlarni ogohlantirish va qarzlarni undirish vazifasi yuklatilgan. Ularda bu summani to'lashga qobiliyati yo'q, chunki ular ko'pi yoshlar daftari, ayollar daftari, o'shanaqa fuqarolar, kambag'allar ko'p, juda ko'p, salkam 90%. Bir xillari 12 ta 9 qo'yib olgan 1 trillionga. Bir xillari yaxshi olgan, boya 20 millionda o'ziga ham olganlar bor. 25 millionga olganlar ham bor. 30 yil davomida masalan 10 yilga ham 30 yilga ham berilgan-ku o'sha yerlar. 10 yil davomida o'sha summani to'layman degan maqsadda auksionda ishtirok etib olgan. 15 sotixga bir xillariga 133 million so'mdan soliq chiqib ketdi, auksion puli chiqib ketgan. 133 million. Shunda 112 ta lotda qarzdorlik bor. 112 ta lot, 112 ta fuqaroda qarzdorlik. Bugun Saltepa qishlog'i aholisi mas'ul tashkilotlardan qarzdorlikni kamaytirish yoki ijaraga berilgan yerlarni qaytarib berishda amaliy yordam so'ramoqda. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.